Assalomu alaykum, mani go'zal obunachilarim. O'ylaymanki, bugungi darslik homilador bo'lishga qiynalayotgan, oldingi homiladorliklarini kichik muddatlarda yoki katta muddatlarda yo'qotgan yoki homila o'sishdan ortiq to'xtab qolgan va homilasini oldirishga majbur bo'lgan ayollarimiz yoki bo'lmasam umuman sog'lom homiladorlikka qanday tayyorgarlik ko'rish kerakligini o'rganmoqchi bo'lgan ayollarimiz uchun foydali bo'ladi. Bugun sizlar bilan homiladorlikka ta'sir qiluvchi 5 ta omil haqida gaplashamiz. Bu darslikni oxirigacha ko'rganlar uchun oxirida sizlarga bonuslarimiz bor. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring va bonuslarga ega bo'ling. Darslikni boshlashdan oldin sizlar bilan tanishib olamiz. Dilfuza To'lqunovna kim? O'zi qanaqa natijalari bor, nima ish faoliyatini olib boradi degan savollarga men sizlarga javob berishga harakat qilaman. Men ismimni ko'pchilik biladi, Dilfuza. Hozirgi kunda Toshkent davlat tibbiyot universitetini akusherlik va ginekologiya kafedrasida bo'lajak shifokorlarimiz uchun akusherlik va ginekologiya fanidan dars berib boraman. Bundan tashqari aynan shu universitetning qoshidagi tug'ruqxona bo'limida men ginekologiya bo'yicha o'zimni faoliyatimni olib boraman va bemorlarni qabul qilaman. Shu bilan birgalikda PhD bizada dissertatsiyasi deyiladi, kandidatlik ya'ni dissertatsiyasini yoqlaganman va hozirgi kunda aynan ilmiy yo'nalish va o'zimni bemorlarimni olib borish bilan shug'ullanaman. Homilador bo'la olmaslik, homiladorlikka to'g'ri tayyorgarlikni masalan bilmaslik, umuman homilador bo'la olmaslik faqatgina sizni og'rig'ingiz emas, bu narsadan men o'zim bosib o'tganman. Bunaqa holat homilador bo'la olmaslik, ya'ni bepushtlik menda ham kuzatilgan. 4 yil davomida farzandimni dunyoga keltirish uchun, umuman homilador bo'lish uchun juda ko'p harakatlar qilganman. Aynan ginekolog bo'lganingizdan keyin o'zingiz muammolaringizni to'liq tushunganingizdan keyin har bitta protsess, har bitta jarayon juda ham chuqur o'ylar bilan, har xil yondashuvlar bilan, o'zimizni kollegalar bilan maslahatlashgan holda olib borilishiga qaramasdan shunda ham xatolar bo'lgan. Masalan, aytib o'tishim mumkin, ikkita tuxumdonda ham kista uchragan va bu kistalar yorilib ketib, hattoki jarrohlik amaliyotini o'tkazishga ham to'g'ri kelgan va aynan shu yo'lni bosib o'tib homiladorlikkacha erishguncha menimcha mana shu tibbiyotdagi ma'lum bo'lgan va umuman tibbiyotdan tashqari bo'lgan har xil metodlarni, har xil usullarni qo'llab ko'rganman deb ayta olaman va oxirida qanday qilib homiladorlikka yetib keldik. Aynan mana shu yo'lni bosib o'tganligim va har bitta usulni qo'llab ko'rganlikdan keyinchalik to'g'ri keldiki, nafaqat tabletkalar yoki dorilar, faqatgina qanaqadir protseduralar qilmasdan sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish, sport bilan shug'ullanish, umuman ruhiy holatni ham o'z joyida to'g'ri ushlash kerakligini tushunib yetdim va aynan homiladorlikka yetib kelishimda faqatgina tibbiy jarayonlar yoki bo'lmasam o'sha tibbiy aralashuvlar emas, balki umumiy tanaga bo'lgan ta'sirlarni hammasini birgalikda olib borganda homiladorlik to'g'ri kechishi, yaxshi kechishi va sog'lom farzandni dunyoga keltirish mumkinligi haqida men o'zim ham tushunchaga ega bo'ldim va hozirgi kunda o'zimni bemorlarimda ham bu narsani qo'llab kelaman. Shu o'rinda sizga masalan bitta misol keltirmoqchiman. Bu vaziyat har doim meni juda qanaqadir o'ylantiradi. Nafaqatgina uni natijaga erishganligimiz uchun emas, hayotda u ayolga bergan qanaqadir sinovlari bo'yicha. Bitta bemorim bor edi. Meni palatamga tushganida 3-4 haftalik egiz homiladorlik bo'lgan. Er-xotin 7 yil davomida bepushtlikdan aziyat chekib kelishgan. Ular ekoga borishgan, Turkiyaga borib eko qildirib kelganidan keyin egizak homiladorlik rivojlangan va 3-4 haftaga kelgandan keyin rivojlanishdan to'xtagan, o'sish bo'lmagan. Va aynan shu homiladorlikni tushirish uchun, ya'ni abort yo'li bilan oldirish uchun bizga murojaat qilgan edi. Bu ayolimizga, ya'ni juftligimizga yordam berdik. Abort qilinganidan keyin tabletka bilan tushirildi va mendan maslahat so'radi, nima qilsam bo'ladi. Men aytdimki, siz oldin nimaga homila tushganini, nima uchun organizmda qanaqadir o'zgarish borligini aniqlash kerak, uni davolab keyin harakat qiling yana homiladorlikka dedim. Lekin uni aytdiki, bizada vaqtimiz yo'q, yana
muzlatilgan demak Turkiyada bizani o'sha embrionlar qolgan, ularni qo'ydirish uchun bormoqchimiz dedi. Lekin men shuncha ularni oldini olib, demak tayyorgarlik ko'ring, хотя бы 6 oy o'zingizga keling, organizmda nima bo'lganini aniqlab keyin harakat qiling deyishimga qaramasdan er-xotin yana 2 oydan keyin borib qaytadan homiladorlikka yana o'sha embrionlarni qo'ydirib kelishgan. Va kelgandan keyin 7 haftada yana homiladorlik o'sishdan to'xtab, yuragi urishdan to'xtab meni oldimga keldi. Sizni gapingizga kirmagan ekanman, o'sha vaqtda shu narsani qilmagan ekanman, mana yana shu holatda keldim dedi va ikkinchi marta abort o'tkazdik bunga. Bu ayolimizga. Keyin nima bo'ldiki, bu ayol uyiga borgandan keyin shu aynan homilador bo'la olmaganligi yoki homiladorlik 2 marta ekodan keyin ham homilani oxiriga yetkaza olmaganligi uchun oilada mojarolar kelib chiqadi qaynonasi bilan turmush o'rtog'i orasida va qizlik uyiga ketishga majbur bo'ladi. Bir kun menga yig'lab telefon qilib keldi. Mana ketganimga ikkinchi homilamni yo'qotganimga 3 oy bo'ldi. Uyimga kelishga majbur bo'ldim. Lekin er-xotin bir-birimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Homilador bo'lishga harakat qilib ko'ring yana. Lekin eko qildirishga mablag'im yo'q, imkonim yo'q, yordam bera olasizmi dedi. O'sha vaqtda tez harakat qilishga majbur bo'ldik, gormonlarni tekshirdik, to'g'irladik. Aynan o'sha oy homilador bo'lishi kerak bo'lgan kuni, ya'ni ovulyatsiya kunini belgilab, ovulyatsiyani ozgina stimulyatsiya qilishga to'g'ri keldi. Gormonlarini demak to'g'irlashga to'g'ri keldi va aynan o'sha oyda o'zini uyida demak homiladorlik kuzatildi. Qaynonasinikidan ketganidan keyin va 7 oyligacha 7-8 oylik 35 haftalarda homiladorligi oxirigacha yetib bordi va doimiy nazoratda bo'lishga to'g'ri keldi. Chunki bu ayolimizda qonda quyuqlik, ya'ni koagulopatiyasi bor edi va doimiy antikoagulantlarda yurishiga to'g'ri keldi. Ammo o'sha vaqt juda ham Covid rivojlangan vaqt edi. Antikoagulantlar bilasizlar, juda qimmat ko'tarilib ketdi narxi va shuning hisobiga ozgina qiynalishdi. Lekin farzandi tug'ilishdan oldin yana uyda mojaro bo'lib, bu ikki juftlik ajrashib ketdi. Ammo ayolimiz farzandini dunyoga keltirdi. Yaqinda shu bemorimdan qo'ng'iroq oldim. Siz nomeringizni yo'qotib qo'ydim, nomeringiz o'zgaribdi. Instagram orqali topib telefon qildim. Esladingizmi meni dedi. Ha, esladim. Doim shu sizni o'ylardim, nima bo'ldi ekan? Chunki shuncha biz harakat qildik, balki Allohga qarshi borilgani uchun shunaqa o'zi ajrashishlik kerak bo'lganmikan? Biz shuni qanaqadir stimulyatsiya qilib yoki siz ekoga borib shunaqa farzand ko'rdingiz, bekorga farzand otasi qolib ketdimikan desam, yo'q, biz yana topishdik. Erim boshqaga uylandi, lekin ajrashib ketdilar va yana qaytib kelib, mana hozir farzandim 6 yoshda deyapti, maktabga chiqadi keyingi yil dedi va er-xotin yana qaytadan oilamizni tiklab, yana qaytadan zagsdan o'tdik, oila qurdik, yangitdan xuddi yangi oilada yashashni boshladik deb aytdi. Demak, bu narsadan sizlarga nima demoqchiman? Homiladorlikka nafaqat masalan eko qildiradigan oilalarimiz bor, imkoni yo'q bo'lgan, demak masalan erida muammo bo'lishi mumkin, urug'ini nimasi past bo'lishi mumkin, ya'ni ko'rsatkichlari past bo'lishi mumkin spermogrammada va shunaqa holatlarda eko qildirishga to'g'ri kelishi mumkin. Bizda ko'pincha bo'ladigan xato nimadaki, shunchaki homiladorlikka demak embrionni olishadi, bundan follikuldan tuxum hujayrani olishadi, qo'shishadi, qo'yib qo'yishadi. Lekin ayollar organizmi homiladorlikka tayyormi yoki yo'qmi? To'g'ri tayyorlanganmi? Gormonal foni qanaqa? Umuman ruhiy holati qanaqa? Qanaqadir moddalar yetishmovchiligi bormi yoki yo'qmi? Bu narsaga ko'p e'tibor berishmaydi va shuncha qilingan, shuncha pul sarflangan narsa, masalan, men faqat eko haqida gapirmayman, umuman homiladorlikka qilingan harakat to'g'risida gaplashaman va qanaqadir keyin asoratlar bilan tugashi mumkin. Homila yoki o'smay qolishi mumkin yoki homilada qanaqadir nuqson bo'lishi mumkin. Homiladorlikda qon ketishlar, ugrozalar, ya'ni homila tushish xavflari bo'lishi mumkin. Mana shu jarayonlar bo'lmasligi uchun homiladorlikka to'g'ri tayyorgarlik ko'rish kerak va organizmni homiladorlik uchun tayyorgarligini demak ta'minlab berish kerak bo'ladi. Bugun sizlar bilan asosiy gaplashadigan gapimiz homiladorlikka ta'sir qiluvchi asosiy o'sha 5 ta omil haqida gaplashamiz. Birinchisi bu ayolni gormonal holati.
Gormonal holat to'g'ri bo'lishi uchun organizmda hamma moddalar to'g'ri darajada bo'lishi kerak, yetishmovchiligi kuzatilmasligi kerak. Bundan tashqari ruhiy holati normada bo'lishi kerak, chunki har bitta tashqaridan olinadigan qanaqadir ta'sir gormonlardagi o'zgarishlarni olib keladi va bu o'zgarishlar o'z navbatida ayolda follikula yetilishi, ya'ni hayz siklida ovulyatsiya bo'lishini buzilishiga yoki umuman ovulyatsiya jarayoni kuzatilmasligiga olib kelishi mumkin. Hattoki homilador bo'lgandan keyin ham o'sha gormonal disbalans hisobiga kichkina sroklarda, ya'ni kichkina muddatlarda homiladorlikni o'sishdan ortda qolishi yoki umuman qon ketib homilani tushib qolishi kabi qanaqadir asoratlarga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun eng asosiy bitta bizani ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu gormonal holat. Gormonal holat deganda endi bu juda katta keng tushuncha, chunki hayz siklini boshqaruvi o'zi 5 ta zvenoda ketadi. Demak, bu miya po'stlog'i, gipotalamus, gipofiz degan joylar bor. Aynan o'sha yerda gormonlar regulyatsiyasi, ya'ni dirijor sifatida organizmda gormonlarni boshqarib turuvchi bizani gipotalamus bor va undan keyin ketadi pastdagi 4-chi, 5-chi zvenolarimiz. Bu tuxumdonli ayoldagi tuxumdondan, ya'ni estrogen, progesteron produksiya, ya'ni ishlab chiqarilishi va oxirgi zveno bu bachadondagi o'sha bo'ladigan gormonlarni javobiga nisbatan bo'ladigan o'zgarishlar. Buni hammasini albatta sizlarga tushunish qiyin, lekin aynan mana shu regulyatsiya to'g'ri ketadigan bo'lsa, homiladorlik to'g'ri yuzaga keladi va homiladorlikni kechishi ham sog'lom kuzatilishi mumkin. Ikkinchi asosiy muammolardan yoki umuman javharlardan bittasini deb aytib o'tishimiz mumkin. Bu ayol kishini yoshi. Reproduktiv eng optimal yosh qachon degan savol to'g'ri keladi. Endi hammada har xil, bizani ayollarimiz yosh turmush qurishi mumkin yoki kech turmush qurishi mumkin, lekin eng optimal yosh homiladorlik uchun 22 yoshdan yuqorisi va 35 yoshgacha. Chunki 22 yoshgacha ayolda organizm hali to'liq tayyor emas, butun o'sha gormonal regulyatsiya hali o'zini joyiga tushib olmagan va shuni hisobiga homiladorlikda yoki homiladorlik kuzatilishi uchun qanaqadir muammolar kelib chiqarilishi mumkin va 35 yoshdan keyin bo'lsa ayol kishini organizmi sekin so'nish davriga ketishi boshlaydi va bu holatda bolada ham qanaqadir nuqsonlar, genetik nuqsonlar kuzatilishi mumkin. O'shaning uchun yoshni rejalashtirganda aynan 22 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan muddatda homiladorlikni rejalashtirish va mana shu yosh ichida homiladorlikni tug'ib tugatish va farzandini qo'lga olishni maslahat bergan bo'lardim. Uchinchi asosiy momentlarimizdan bittasi bu somatik, ayolni tanasini sog'lomligi. Asosiy bu holatda har bitta organ darajasida qarab chiqishimiz kerak, chunki masalan juda ko'p 70-80% ayollarimizda ham, erkaklarda ham hozir kuzatiladi, gipotireoz holati, ya'ni yod yetishmovchiligi jarayoni. Bu aynan bizani endemik zonada joylashganimiz bilan bog'liq va bizada mahsulotlarimizda, suvda yoki yegan o'sha ovqatimizda yodni yetishmovchiligi bilan kuzatiladigan qalqonsimon bez kasalligi hisoblanadi va bu aynan gormonal buzilishlarga va umuman organizmdagi moddalar almashinuviga ta'sir qiladi. Bu holatda aytib o'tmoqchimanki, bu yana bundan tashqari masalan kamqonlik kasalligi, temir moddasini yetishmovchiligi eng ko'p uchraydigan kamqonlikni turi bu temir tanqis anemiyasi. Bu ham hozirgi kunda 70-80% ayollarimizda uchraydigan holat, ya'ni temirni yetishmovchiligi, temir tanqisligi. Bu har xil sabablarga ko'ra bo'lishi mumkin va mana shu kasalliklarni oldindan aniqlash va ularni to'g'ri davolash, homiladorlikdan oldin bu narsani oldini olishga harakat qilish kerak bo'ladi, chunki ba'zi hollarda bizda shunaqa ayollar keladiki, gemoglobinni 70-80 va tug'ruq vaqtida mana shunaqa ayollarimizda qon ketishi, hattoki o'sha bachadonni olib tashlashga, ya'ni ekstirpatsiya deyiladi, bachadonni umuman olib tashlashga to'g'ri keladigan holatlargacha ham olib borilishi mumkin. Hattoki masalan homilador bo'ldi, lekin homiladorlik yaxshi kechdi-yu, tug'ruqda qon ketyapti. Demak, bu holat uchinchi aytib o'tgan momentim bu somatik kasalliklar. Organizmdagi bo'ladigan har bitta somatika
bog'liq bo'lgan, ya'ni har bitta organ darajasidagi kasalliklarni aniqlab chiqish. Buning uchun bizda demak ultratovush tekshiruvi bor. Bundan tashqari analizlarimiz, qon tahlillarimiz bor. Mana shu qon tahlillari qaysi biriga javob beradi va normativlari qanaqa. Bularga qaragan holatda ana o'sha kasalliklarni eliminatsiya qilib, ya'ni ularni davolab, undan keyin agar homiladorlikka harakat qilinadigan bo'lsa, homiladorlik sog'lom kechishi va umuman homiladorlik tez yuzaga kelishi mumkin. Bu narsalarni doimo e'tiborga olish kerak. Hattoki oddiygina tishda bo'ladigan karies ham organizmdagi surunkali demak infeksion o'choq hisoblanadi-da. Bu kariesni davolamasa, aynan mana shu kichkinagina sabab ham hattoki homilador bo'la olmaslikka ta'sir qilishi mumkin bo'lgan asosiy sabablardan kelib. Yoki bo'lmasam shunaqa jarayonlar bor, demak ichaklardagi bo'ladigan har xil gijja kasalliklari. Demak gijja invaziyasi kuzatiladigan bo'lsa ham moddali yetishmovchiligi kelib chiqadi. Moddali yetishmovchiligi kelib chiqqani hisobiga gormonal buzilishlar ham kelib chiqadi va shuni hisobiga homiladorlik kuzatilmayotgan bo'lishi mumkin. Demak sabablari juda ko'p va bularni aniqlash uchun ayollarimiz ba'zi bir kerakli bo'lgan demak analizlarni topshirishlari kerak bo'ladi va bu analiz javoblariga ko'ra ana o'sha kasalliklar davolanishi kerak bo'ladi. Bu kasalliklarni masalan hammada ham bo'lishi mumkinki, kasal odam homilador bo'lmaydimi degan savollar bor, lekin siz o'zingiz demak sog'lom homilador bo'lishni istasangiz, sog'lom farzandni dunyoga keltirishni istasangiz, albatta mana shu tekshiruvlardan o'tib, o'zingizni homiladorlikka tayyorgarlik ko'rib, ana undan keyin homilador bo'lishingizni men maslahat bergan bo'lardim. Demak, 4-faktorimiz nimadan iborat? Bu asosan sog'lom turmush tarzi. Demak, to'g'ri ovqatlanish, uyqu rejimi, to'g'ri demak o'sha uyqu rejimini to'g'ri qo'yish, vaqtida uxlash. Bundan tashqari ayollarimizni ruhiy holati, sport bilan shug'ullanish, ya'ni jismoniy harakatlar hayotda bormi? Ortiqcha vazn bormi yoki yo'qmi? Bular hammasi demak organizmdagi umumiy holatiga ta'sir qiladigan jarayonlar hisoblanadi va agar masalan uyqu vaqtida bo'lmasa, albatta gormonal buzilish ketadi va hayz siklida o'zgarishlar kuzatilishi mumkin. Meni oldimga juda ko'p qizlarimiz keladi. Masalan, ba'zi nimalarda kechasi uxlamayman, hayz siklimda buzilish bor deydi, men savol beraman, masalan, nima uchun? Nimalar bo'ladi? Kuningiz qanaqa o'tadi? Hammasi masalan kech uxlaydi yoki hayz siklim juda og'riqli, noto'g'ri ovqatlanadi. Savol-javob qilganingizda o'sha har bitta masala kelib chiqadi. Nimadan, qaysi sababdan, qaysi shikoyatlar kelib chiqayotganini sekin tushunib olish mumkin. Shu sababli eng asosiy, hattoki eng asosiy jabhalardan bittasi bu hayot turmush tarzi deb aytgan bo'lardim, chunki oiladagi vaziyat, ya'ni er-xotinning o'rtasidagi munosabat, qaynona bilan bo'lgan munosabat, tashqi ta'sirlar, oradagi bo'ladigan hayotdagi qanaqadir bir-biriga bo'ladigan munosabati, his qilayotgan hissiyotlari, emotsiyalari, masalan, doimiy stress bo'ladigan bo'lsa, doimiy urush janjal yoki nimadandir masalan doimiy bir narsadan qoniqmaslik hissida, hayotdan qoniqmaslik hissi yoki depressiv holatlar, apatiyalar, bular hammasi hayz siklida o'zgarishlarga olib kelishi mumkin va bunaqa ayollarimizda nafaqat qanaqadir medikamentoz tabletkalar bilan buni iching yoki buni iching, uni to'g'rilay olmaysiz. Bunaqa holatda ruhiy holati bilan ishlashimizga to'g'ri keladi va oddiygina qanaqadir kichkinagina psixologik vazifalar bergan holatda ularni ruhini demak tinchlantirgan holatda o'sha muammosini ham hattoki yechimiga yetib kelishimiz mumkin. O'shaning uchun bu 4-jabha eng muhimlaridan bittasi deb ayta olaman, chunki agar xotirjamlik bo'lmasa, ayollar qalbidagi o'sha xotirjamligiga yetib kela olmasa, gormonlar doimiy muvozanati noto'g'ri ketadi va bu muvozanatga kelish uchun ayol o'zini ruhiy muvozanatiga kelib olishi kerak va bular haqida yana keyinchalik to'liqroq gaplashamiz. Keyingi asosiy oxirgi jabhasini aytib o'tmoqchiman. Oxirgi element bu reproduktiv salomatlik, ya'ni ayolni va erkakni reproduktiv salomatligi. Reproduktiv salomatlik deganda aynan o'sha demak jinsiy organlar bilan bog'liq qanaqadir kasalliklari bormi? Erkak bunda doimiy demak homiladorlikni plan rejalashtirganimizda nafaqat ayol har doim erkak yonida bo'lishi kerak, chunki farzandni, bolani faqatgina ayol kishi o'zi paydo qilib bera olmaydi.
bo'lmaydi va buning uchun sog'lom urug' kerak bo'ladi va sog'lom urug'ni tashuvchi erkakni ham salomatligini tekshirishimiz kerak bo'ladi. Ba'zi bir testlar bor. Ana o'sha testlarni topshirib, demak, erkakda hamma narsa joyidaligiga ishonchimiz komil bo'lgandan keyin ayol bilan demak doimo shug'ullanamiz. Bu demak ayollardagi bo'ladigan qanaqadir infeksion jarayonlar, jinsiy organlarni yallig'lanish kasalliklari bormi yoki yo'qmi, bachadon naylari o'tkazuvchanligi, tuxumdonlarni o'zini faoliyatini to'g'ri ishlayaptimi, umuman ovulyatsiya nima, demak qachon, qaysi vaqtda demak homiladorlik uchun eng to'g'ri vaqt, bular hammasi demak ayollar bilishi kerak bo'lgan bilimlarga kiradi va ayol o'zini hayz siklini boshqarib borgan holatda qaysi kuni ovulyatsiya bo'ladi, qaysi kuni masalan homiladorlikdan saqlanishi mumkin yoki qaysi kuni harakat qilishi mumkin. Hattoki shunaqa vaqtlar bor, masalan o'zini homiladorligini rejalashtiradigan ayollarimiz bor. Yo'q, men masalan mana shu oyda tug'moqchiman deb. Bu narsalarni hammasini rejalashtirish, boshqarish uchun albatta hayz siklini juda ham yaxshi bilish kerak va bu ham homiladorlikka tayyorgarlikni bitta etapi hisoblanadi. Masalan, aynan bazal haroratni o'lchash, demak, qinchillig'ini, demak, cho'ziluvchanligi, bular ovulyatsiya kunlarini belgilab beruvchi asosiy testlarimiz hisoblanadi va buni qanaqadir vrachga bormasdan yoki ultratovush tekshiruvdan o'tmasdan ayol o'zini taxminiy ovulyatsiya kunini belgilashi mumkin, bilishi mumkin bo'lgan belgilardan hisoblanadi va buni uyda o'zi bajargan holda bu narsalarga yetishishi mumkin. Men umuman reproduktiv salomatlik demoqchi bo'lganimdek, ayol va erkakni sog'lomligi va ana shu sog'lom holatda sog'lom farzandni dunyoga keltirishga harakat qilishi. Buning uchun albatta ayol ham erkak ham homiladorlik uchun tayyorgarlik ko'rishi kerak. Agar eski masalan hattoki men Yulduzli tunlar kitobi bor, Pirimqul Qodirovni, o'sha joyda demak Bobur o'zini farzandini dunyoga keltirishga, ya'ni homilador ayolini homilador bo'lishini oldindan rejalashtirganda, hattoki o'zi ham masalan o'sha vaqtda may deyilgan, maydan o'zini qanchadir kunga uzoq oladi, zararli bo'lgan qanaqadir mahsulotlardan o'zini chegaralaydi, qanaqadir demak erkakni ham ayolni ham biz asosan ayol bilan shug'ullanamiz, lekin bu yerda ko'rib turibsizlarki, erkakka ham qanaqadir tayyorgarlik kerakki, ikkalasi birgalikda sog'lom farzandni nafaqat masalan uni paydo bo'lishi, uni hattoki fikr darajasida oldindan rejalashtirilgan holatda o'sha sog'lom farzandni xayolan, demak, ruhiy holatida bu narsani rejalashtirishi kerak bo'ladi. Hozirgi kunda men oldimga keladigan bemorlarim, patsientlarim orasida juda ham ko'p homilani yo'qotish holatlari kuzatilyapti. Ya'ni bu degani homilani o'smay qolishi, kichkina muddatlarda yoki katta muddatlarda ham bo'lishi mumkin bu holat, yoki homilani o'z-o'zidan tushishi, homiladagi bo'ladigan qanaqadir nuqsonlar, bundan tashqari homiladorlik vaqtida qon ketishi, demak bachadon bo'ynini o'zini demak yetishmovchiligi kabi juda ko'p muammolar uchrayapti va bularni tagiga qaraydigan bo'lsak, hammasini tagida asosiy sabab homiladorlikka to'g'ri tayyorgarlik ko'rilmagan yoki umuman tayyorgarlik ko'rilmagan yoki salgina yetishmovchiliklar kuzatilgan. Ko'pchilik bilan masalan birinchi homilador bo'lgan ayollar va homilasini yo'qotgan, masalan homilasi tushib qolgan yoki qon ketib qolgan yoki homilani yurak urishi to'xtagan ayollar bilan men gaplashganimda, homiladorlikka qanaqadir tayyorgarlik ko'rdingizmi desam, yo'q, umuman bu narsaga qaramadim, homilador bo'lganimdan keyin masalan poliklinikaga uchradim yoki hattoki uchramadim ham deb aytishadi. Bu asoratlarni kelib chiqish asosiy sababi ham shunda, chunki homiladorlikni oldindan rejalashtirmasdan, oldindan qanaqadir tekshiruvlardan o'tmasdan, shunchaki ko'r-ko'rona Xudo berdi, Alloh berdi, homilador bo'ldim, tug'aman degan niyatda ketadigan ayollarimiz bo'ladigan bo'lsa, asoratlar uchrashi mumkin va bu asoratlarni oldini olish uchun faqatgina to'g'ri tayyorgarlik ko'rish bilan sog'lom homiladorlikka yetishish va homiladorlikni to'g'ri, demak, olib borish mumkin. Bu holatda masalan asoratlar bilan kelgan ayollarimizni olib borish qiyinroq, asoratsiz, ya'ni oldindan ham homiladorlikka tayyorgarlik ko'rib kelgan ayollarni olib borishga qaraganda. Bu degani nima demoqchiman? Bir marta homiladorligini yo'qotgan ayol ikkinchi marta homiladorligini yana yo'qotishi uchun 50% ga oshadi. Bu nima deydi? Ehtimol 50% ga oshadi. Agar birinchi homiladorligini yo'qotgan bo'lsa, ikkinchi homiladorligida ham aynan bu narsani yo'qotishi ehtimoli
oshadi. Shuning uchun har bitta homiladorlikni rejalashtirgan holatda, demak, uni sog'lom oxiriga yetkazib borish kerak va bu narsani men ayollarimizga maslahat bergan bo'lardim. Aynan mana shu muammolarni hammasini birlashtirgan holatda ayollarimizni sog'lom homilador bo'lishi uchun, sog'lom homilani dunyoga keltirishi uchun, anchadan beri homilador bo'la olmayotgan bepusht ayollarimiz homilador bo'lishi uchun, ularga aynan yordam ko'rsatish uchun kurs tayyorladik va bu kursimizda homiladorlikka ta'sir qiluvchi o'sha 5 ta omil va asosiy demak jabhalarini aytib o'tib ketaman sizlarga. Bu demak hayz sikli, to'g'ri normal hayz sikli qanday bo'lishi kerak, organizmdagi gormonlar va ularni ayol organizmiga ta'siri, qaysi gormonlarga e'tibor berishimiz kerak, demak homilador bo'lish uchun hayz siklida ovulyatsiya vaqti qachon va buni qanday aniqlash mumkin, uy sharoitida qanday aniqlash mumkin va qaysi tekshiruvlar orqali bu o'zi aniqlanadi, qaysi kunlarda demak ovulyatsiya kunida demak homiladorlikni rejalashtirib, ya'ni homiladorlikka erishish mumkin. Bundan tashqari homiladorlikni rejalashtirish vaqtida qaysi asosiy tekshiruvlardan o'tish kerak va organizmdagi qaysi jarayonlarga e'tibor berish kerak. Bu tekshiruvlarni demak qisqacha interpretatsiyasi qanday tushunib olsangiz bo'ladi. Masalan, ko'p ayollarimiz har xil vrachlarga boraveradi, har xil, конечно, albatta vrachlarimiz har xil. Hammasi ham masalan to'g'ri nima interpretatsiya qilib bera olmasligi mumkin. Kimdir buni boshqa tarafdan ko'rsa, qaysidir vrach boshqa tarafdan ko'radi va umumiy o'zi bu tushunchalarni bilish uchun albatta ayolni o'zi ham qanaqadir tibbiy ozgina bo'lsa ham ilmga ega bo'lishi kerak. Hammaga ko'r-ko'rona ishonib ketmasdan ozgina o'sha to'g'ri vrachlarning orasidan maslahatlarni saralab olishni bilish kerak va ularni to'g'ri qo'llashni bilish kerak. Bularni hammasi aynan mana shu kurs ichida bo'ladi va asosiy sizlarga demak homiladorlikka tayyorgarlik, undagi demak o'tilishi kerak bo'lgan tekshiruvlar va homiladorlikda albatta ichilishi kerak bo'lgan qaysidir vitaminlar organizmga, tanaga qanaqadir zarar keltirmasdan yetishmovchiligini aniqlagan holatda doimiy ichish kerak bo'lgan bedabavkalar, demak to'g'ri hayot turmush tarzi, qanaqa qilib masalan o'sha miyada psixologik ruhiy zo'riqishlar, uydagi stresslardan ozgina chiqib ketish, ozgina demak psixologik demak ruhiy qanaqadir maslahatlar ham bo'ladi. Umumiy o'sha 5 ta omil va 5 ta omilga ta'sir qiluvchi hamma sabablar va bu sabablarni oldini olish bo'yicha maslahatlar mana shu kurs ichida beriladi va mana shu kurs orqali ayollarimiz o'zini homiladorligini oldindan rejalashtirishi mumkin. Bepusht ayollarimiz qaysidir maslahatlarni demak rioya qilgan holatda o'z homiladorligiga yetishishi mumkin yoki oldinda homiladorligini yo'qotgan ayollarimiz, masalan homiladorligi o'smay qolgan, homilasi tushib qolgan yoki homilada nuqsoni bo'lgan va homilani yo'qotgan ayollarimiz uchun asosiy maslahatlar mana shu kursda beriladi. Hozir pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz, menejerlarimiz siz bilan bog'lanadi va mana shu 24 soat ichida agar ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz 30% chegirmaga ega bo'lasiz. Kursga qaror qilgunizcha men o'zimni faoliyatim jarayonida yordam bergan bemorlarimni odzivlari bilan bo'lishaman. Avvalambor assalomu alaykum. Men Dilfuza Yangibayevani buxorolik patsientlar bo'laman. Menda bo'lib o'tgan muammo 2 marotaba ham homilani rivojlanmay qolishi. Shu jarayon boshimdan o'tgandan keyin men o'zimizda Buxoro shahrida ancha konsultatsiyalar, undan ortiq ginekologlar masalan analizlar topshirib, ularning xulosalarini eshitib, ular yozib bergan lecheniyalarni olganman. Lekin qaytib ham yana birinchi marta shu holat bo'lgandan keyin lecheniyalar qilganimdan keyin ham ikkinchi marta qaytib yana shunaqa holat bo'lgan. Ya'ni menga tushuntirib bera olishmagan, nima sababdan bunaqa bo'lyapti, qon tahlillari topshirtirishgan faqat. Tamom. Asosiy sabab nima, muammo nima, uni yechimi qanaqa qilib
kurashiladi, nimalar qilish kerak, tayyorgarlik qanaqa, u jarayonlar haqida umuman menga fikrlar, xulosalar berishmagan va keyin ikkinchi marta ham shu holat yuz bergandan keyin biza Toshkentga vaqtinchalik yashashga borgandik o'sha vaqt. O'shanda ish yuzasidan borgandik, turmush o'rtog'im ish yuzasidan va bir tanishimiz Dilfuza Yangiboyevani tavsiya qilganlar, yaxshi ginekolog shunaqa deb va biza o'zlarini oldilariga borganmiz. Bizaga boshqa ginekologlarda borgan kuningda mana bu dorilarni olasan, bularni ichasan, bunaqa qilasan, 3 kundan keyin qaytib kelasan, shunaqa hech unaqa narsa bo'lmagan, hech narsa yozib bermaganlar. Bizaga faqat topshirishimiz kerak bo'lgan qon tahlillari, gormonlar yoki boshqa kerakli bo'lgan barcha analizlarni ro'yxatini berganlar. Biza analizlarni topshirganmiz. Oxirgi analizimiz natijasi chiqqancha kutib va hamma analiz natijalarini ko'rib, xulosa qilib bizaga muammo nima sababdan qayta shunaqa bo'lyapti tushuntirib berganlar. Ya'ni menda prolaktin gormoni me'yordan oshib ketgan va shu uchun ham undan tashqari o'zim ham, turmush o'rtog'im ham homiladorlikka tayyorgarlik qilib, tayyorlov uchun vitaminlar yoki boshqa narsalarni ham yozib berganlar. 2 oy davomida gormonni tushirganmiz, homiladorlikka tayyorgarlik qilganmiz keyin va shu bilan Xudoga shukr hozirgi kunda 21 haftalik homiladorman va bu uchun Dilfuza opaga katta rahmat aytaman. Va jarayon o'sha momentda tugagani yo'q. Undan keyin ham masalan hozirgacha bo'lgan jarayonda ham, homiladorlik davrida ham nima muammolar bo'lsa, qanaqa og'riqlar bo'lsa, hammasini birma-bir so'rab, ya'ni skrining yoki UZI analiz natijalari, qon tahlillari natijalarini barchasini u kishi bilan yuborib, maslahatlashib, nima normal yoki nima muammo, uni qanaqa qilib tuzatish mumkin, hammasi haqida u kishi menga yo'l yo'riq ko'rsatib berganlar va bu uchun katta rahmat aytaman. Yuqorida aytib o'tilganidek, kichkinagina sabab masalan organizmdagi bo'ladigan katta o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. To'g'ri, agar homiladorlikka tayyorgarlik ko'rib o'sha sabablar olinadigan bo'lsa, sog'lom homiladorlikka yetishish va farzandni dunyoga keltirish mumkinligini ko'rib oldik. Hozirgi kunda keraksiz analizlar juda ham ko'payib ketdi, keraksiz bo'lgan dorilar ko'payib ketdi va bular bemorlar uchun ham noqulay va homiladorlikka hattoki foydadan ko'ra zarari ko'proq tegishi mumkin bo'ladi va buni qanday biza kontrol qilsak bo'ladi? Masalan, yana sizga bir narsani aytib o'taman. Homiladorlikka tayyorgarlik, masalan, ko'rmoqchisiz, vrachga bormoqchisiz, konsultatsiyasiga pul to'lashingiz kerak. Bundan tashqari analizlar beradi, juda ham ko'p analizlar beriladi. Mana shu analizlarni hammasini topshirishingiz kerak. Bundan tashqari bu analizlarning javobini olib bo'lgandan keyin yana qayta konsultatsiyaga borishingiz kerak. Vaholanki ko'rasizki, umuman konsultatsiya va analizlarning o'ziga hozir doridan tashqari, bu yoqda preparatlardan tashqari o'zi 2 million kamida pulingiz ketyapti. Va buni qanaqa qilib siz kam xarajat yo'liga o'tishingiz mumkin? Agar siz o'zingizni homiladorlikka to'g'ri tayyorgarlik ko'rishingizni bilsangiz va sog'lom bo'lishni sirlariga siz ega bo'lsangiz, demak bu narsada tejamkorlikka o'tishingiz mumkin va bizning kursimiz aynan siz uchun kerak bo'lgan mahsulot deb o'ylayman. Kurs davomida biz sizlar bilan aloqada bo'laman. Demak, homiladorlikka to'g'ri tayyorgarlik bo'yicha umuman qanaqadir savollar tug'iladigan bo'lsa, demak, onlayn chatimiz bo'ladi va biz u yoqda sizlar bilan jonli gaplashib turamiz. Kurs haqida agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, hoziroq ro'yxatdan o'ting va 30% chegirmaga ega bo'ling. Darslikni ko'rganingiz uchun sizlarga katta rahmat. Keyingi darsliklarimiz nima haqida bo'lishini xohlaysiz? Kommentariyalarda yozib qoldiring.